sen qarrol debdi. Bunaqasi yo'q edi. Keyin men keldimda kim bola pitirab qoldi. Ya ovoz beradigan bola kelib qoldi deb. O'tgan yili martlarda aytgandim. Bolalar, sezyapman, o'zimizning studiyamiz bo'ladi, o'zimizning studiyamizda ovoz beramiz. Rengoku, qo'lingdan kelgan hamma narsani qilding deb bu insonning ovozini eshitganman deb. Vo, всё. Qiz bola ham bor ekan, nimaga ovoz beradi ekan. O'zbekchada. Ya'ni shonana. Sonana? Mari, boshqatda. Boshqatda. O'shanga bolalar bilan kelamiz. Hammaga salom. Bugun Frame podkastimizda bizda juda muhim mehmonlarimizdan biri, demak, Umar, Kamila Egamberdi. Xush kelibsizlar. Ismim bilmaysiz. Meni bilmasa deb o'tiradi. Yozib qo'ydim azaldan. Biz sizlarni juda ko'p kutgandik. Kattakon rahmat kelganingiz uchun. Rahmat. Va bugungi mavzu o'zingizlar bilsanglar kerak, anime. Anime mavzusida suhbatlashamiz. O'zingni bos. No, anime. Demak, kim bilmagan bo'lsa, shu Kamila, Umar va Egamberdi anime sohasida ancha yildan beri ishlashadi. 3 yil. Va 3 yil. Aytib bersanglar, qanaqa qilib shu dublyajga, animega kirib kelgansizlar? Nimadan boshlangan bu narsa va nima turtki bo'lgan? Birinchidan bu qiziqishida animedan ko'rishni boshlaganmiz. O'zimga keladigan bo'lsak, birinchi bo'lib Sword Art Online degan anime bor. Va o'sha animedagi bosh qahramonga rus tilida ovoz bergan aktyorni videosiga taqalib qoldim. Sharon? Yo'q. Vlad Durov. Vladnikimi? Vlad Durov. Keyin uni ovoz berish jarayonini ko'rib, shu meni ilhomlantirdi va qiziqtirdi shu sohaga. Keyin o'zim ham albatta o'qishimni bitirib, Moskvaga teatralniy institutga kirib, o'shalarga qo'shilaman deb, ruscha ovoz beraman deb yurdim. Lekin taqdir taqozosi bilan o'zbek tilida ovoz berishni boshlaganman. 2022-yilni noyabridan. Noyabridan. Shunaqa. Men bo'lsam, meniki 23-yil fevral oyida, 1-fevral sanasida ozvuchkani boshlaganman. O'sha kech payt uyga borganman, kompyuter, mikrofon qo'limga kelganda, srazi ovoz berishni boshlaganman. Hech qanaqa uchoba yoki teatrga bormaganman, hech qanaqa san'at bilan umuman bog'liq emasman. Endi родственник, ya'ni qarindoshlar tomonidan bog'lanmagan bo'lsam, tug'ma iste'dod deydi-ku, talant. O'shani hisobga olmasa, umuman tayyorlanmaganman. Birinchi marta videolarni ko'rganimda bo'lmaydi degandim. Olmaydi bu bolani. Shunaqa bo'lgan. Bular endi kirgan fandab, fanatskiy gruppa, ya'ni ular o'zligi yig'ilib, masofadan turib ishlab turib animega ovoz berishadi. Oxirida bu yig'ilib sayt yoki platformaga yoki saytga ko'proq kadr orqida ovoz berardik, dublyaj qilmasdik. Zakadryak, ya'ni orqada original eshitiladi. Siz полностью dublyaj personajga kirishib bermaysiz-da. Uni ba degan baqirganlarni qilib o'tirmaysiz-da. Tekst bor, tekstni obrazga kirib o'qib berasiz, xuddi personaj talab qilganday. Xuddi shuni u yog'i svideniya qiladi, потом yo'q ketadi. Shunaqa qilib biz uzoqdan ishlaganmiz. Bu insonimiz noyabrda kelgan bo'lsalar, men ulardan o'tib fevral oyida kelganman. Kirib kelishimga ham sababchi bo'lgan asosiy inson bu inson hisoblanadilar. Ya'ni men umuman hayolimga kelmagan hech qachon anime o'zbek tilida what? Клинок рассекающих демонов, ya'ni Demon Slayer animasi filmini ko'rganman-da. Бесконечный поезд, cheksiz poyezd degan. Ko'rolma o'zbekchada yaxshi ovoz berishganda, baqirishlari, 3-4 katalar, olov nafasi, перевод ham нормальный-da. Bitta, menga chut-chut tortib turgan narsasi bu Shevada qilingan, Toshkent Shevasida qilingan. Atak, lekin unda olib qarasa zo'r chiqqan.
И потом eshityapman, faqat o'g'il bola ovoz beryapti-da, o'g'il bola ovoz beryapti. Qani bir qiz bolani ovozini eshitaychi dedimda. Qiz bola bormi ekan? O'zi o'zbekchada anime ko'radigan qizlar bormi ekan? Chunki meni xayolimda o'sha yo'q u narsa. Men tasavvurimga ham keltira olmayman. Потом keyinchalik ko'raman, sekin o'sha Rengoku oyisi bilan gaplashadigan momenti bor-da, joyi bor. O'sha qanaqa yoki одноголосками ekan deb o'ylab qoldim. Shuni qo'ydim-da. Qarasam, Rengoku, qo'lingdan kelgan hamma narsani qilding deb bu inson ovozini eshitganman dedim. Vo, всё, qiz bola ham bor ekan, nimaga ovoz beradi ekan. O'zbekchada tim bo'la deganman. И потом saz bor zaifga borganman, adminga yozganman, admin menga javob bergan, borganman mikrofon bilan kompyuter berishganda, o'sha sharofati bilan uyimga borganman, u yog'i ketdi. Samouchka bo'lib ketganmiz. Hechga mana programma bu narsa, mashinada mana bunda subtitr qo'yasan, и ketdi ovoz berasan. Telegramda tashlab yuborasan. Bu inson boshida menga qarshi bo'lgan ovozimga. Bo'lmaydi bu. Mana nima edi? Партнёр у меня был. Va ularni ovozini o'rniga bo'la kelganda. Ya'ni u ketgan, bitta proyektdan bitirmasdan bo'la kelganda, bularni o'rniga kelganda. Qo'yishganda, bularni ovozi yumshoq. Ularniki shirali, anaqaroq edi. Такой более мужественный был голос. И bularni ovozini eshitgandan keyin, "Bo'lmaydi, bola sotdi" degan. Обидно. Xafaman. Alifaga hali ham tortolmayman-da. Xo'p, bo'pti, xo'p, bo'ldi, xo'p, tavalaman, bo'ldi, yutqazdim. Egan berdi? Menmi? Men просто birinchi YouTube'da boshlaganman. Краткий пересказ qilardim. Birinchi o'sha yaxshi bo'lib ketib qolgan o'zbekchada, keyin o'sha bo'la ishlaydigan fandapni direktori menga aloqaga chiqqan. Birga faqat YouTube'da ishlaylik, как reklama degan. Birinchi shu YouTube'da reklama qilganman ularni. Keyin ozgina vaqtdan keyin men ham qiziqib qolganman ovoz berishga, chunki bularni ko'rib yurardim men ham oldindan. Fanatimiz bo'lgan, fanatimiz. Men reklamadan. Ja, fanat emas edi-yu. Просто ko'rib turardim. Fanat. Keyin men ham qiziqib qoldim, kirsam bo'ladi dedi. Keyin ozgina vaqt yurdi. 2024-yil o'rtalaridami, oxirrog'ida. Bahorlar dedi. Bahor dedi. Xullas 24-yil. Ha, bahorda keyin qo'shilganman bularga. Birinchi qo'shilganman. Keyin sekin bo'lib ketdimiz. Unaqa katta istoriyam yo'q. Bularniki. Birinchi kelganimda, birinchi bo'lib, kim bilan? Jasmina bilan ishlaganman. Birinchi ularning proyektida. Yaxshi proyekt, freelance ishlagandim. O'shanda bu bola bilan ikkalamiz to'qnash kelganmiz. Chunki bu paytgacha bu bola zvizda edi. O'sha fandapda. Bunaqasi yo'q edi. Keyin men keldimda, keyin bola pitirab qoldi. Yo, ovoz beradigan bola kelib qoldi deb. Qarasa, va nihoyat sopernik deb. U paytgacha o'ziga hech kim sopernik ko'rmagan ekan. U kishi. Keyin men kelgandan keyin sal ishlashni boshladi. Kamilla bilan ham ishladik. Kamilla ham birinchi nima qilganda zo'r degan menga. Sentyabrda birinchi kelganimda menga aytilgandi, hozir olasiz, guruh yig'asiz, sizga demo versiya, ya'ni probный запись qilamiz guruhinglar bilan, keyin o'sha agar o'xshasa tepadagida javobi ijobiy bo'lsa ishlab ketamiz deyishgandi. O'shanda guruh yig'ishni boshlaganda, albattaki bu insonlar haqida o'ylagandim. Guruhimga aynan yuzimga vijir qo'yib olinglar. Bo'lmagan qilandi u paytda. Men vashi yo'q edim. Keling qo'shiling deb siz xayoliga kelmagan. Vashi planda ham bo'lmaganman-da. Xayoliga kelmagansiz. Adashib qolgansiz. Adashib qoldim. Ish qilib guruhimni casting qilib yig'dim. Qandaydir qilib 5 soat 5 minut yozdik. Juda qiyin bo'ldi, chunki dublyaj aynan studiyada, ya'ni va dublyaj qilmaganmiz. Men probalar bo'ldi, baribir. Probalar bo'ldi, castingda bo'ldi. O'zimiz birinchi Telegramda birinchi saralashni o'tkazdik. Keyin ikkinchi saralash bu aynan insonlarni sharoitiga qarab qaratilgan edi. Ikkinchi saralash, ya'ni Toshkentda yashaydimi ular, ishla olaydimi, yoshi nechida, shu saralashdan o'tganlarni chaqirib oldim. Demo versiya qildik, demo запись qildik.
xudoni yordami bilan, chunki juda qiyin edi. Juda qiyin edi. Nechta odam ishtirok etdi bu kastingda? 8 ta odam olib kelgandim. Ya'ni bitta tarjimon va 7 ta ovoz beruvchi edi. Ovoz beruvchini ichida ovoz montajori ham bo'lgan, har xil odamlar universal odamlar yig'ib, o'zi guruhimiz shunaqa, universal. O'sha 8 talikka men kirmaganman boshida. Yetib qo'ying shuni. Ta'kidlab o'taman, boshidan hamma do'stlarim men fandab boshlaganimda borishdi-da, bordi bular. Bular bilan rivojlanib, o'sdingiz bitta joyga ekildingiz-da, o'smoqdasiz. No потом u inson ketib qoldi. Ishlashdan ma'no qolmadi. Men bilan birga boshlagan odam meni tark etdi-da. Meni tark etdi. Keyin boshqa inson bordi. Jasmina bordilar, ular bilan ishlayapman. Ular ham ketdilar, qarasam bular bilan ishlashmoqda. Men turibman. Hamma ketib qoldi. Men qolib ketdim-ku dedim-da. Keyin mayli dedim-da. O'sha birga ishlagan insonlarim bilan menga o'sha rivojlanishimga sababchi bo'lgan insonlar bilan so'rashdim, xayrlashdim. Ofitsialni ketdim-da, fandabda dekabr oyida ketdim-da. Yo'q. Dekabr oyida ketdim. Noyabrdan bular bilan ishlashni boshladim. Noyabrda keldim, qo'shildim. Keyin hozir ham ishlamoqdasiz. Hozir ham ishlamoqdaman, xudoga shukr, haydab yuborishmasa, dars ishlayveramiz. Hozir fandab haqida gaplashdik. Undan oldin o'zi qiziqishlar bo'lganmi animega? Bu qiziqishlar u qachon paydo bo'lgan? Animega o'zi qiziqish по-любому yoshlikdan Jetix 2x2 o'sha kanalida Naruto qo'yishib boshlagan. Hamma bilgan o'sha Naruto, Dattebayo, Yasutani Hakage unga havas qilib ko'rib, bizga yoqqani yengillik bo'lib kelgan. U paytgacha maksimum Hayao Miyazakini ko'rganmiz, filmlarini, anime ular. Bu endi sizni eng yoqtirgan animengiz bo'lganmi? O'sha payt yoki eng birinchi ko'rgan animengiz bo'lganmi? Birinchi ko'rgan animem. Birinchi ko'rgan animelarim bu Shaman King. Ko'rgandirsiz? Albatta. Bu Shamanim Korolyov. O'sha Naruto Jetix yopilib ketgandan keyin Shaman King to'xtab qo'ying, keyin Dojdi 2 da uni ozvuchkasida Naruto ko'rganman. 6-7 yosh edim adashmasam. O'sha men ana Qunduz bobo ertaklari, Chipadella ko'rmaganman-da. O'sha Narutodan sirasi boshlayverganmiz biz. O'sha Naruto ko'rganmiz, keyin sekin-sekin Bleachga o'tganmiz. Bleach ko'rgandan keyin yana bizga nimadir yetishmayapti, nimadir xohlamoqdamiz deganmiz-da. Boshqa qayerdadir disklar sotib olib animalar ko'rardik, no lekin именно официально o'zim hisoblaydiganim bu 16-yilda. 16-yildan chut-chut internet degan narsani tushunishga boshladik-da. Ya'ni biz faqat bolvankalar, ya'ni DVD disklar emasda, qarasak fleshkaga ham yozib beryapti borsak. Zo'rku televizorga tiqib ko'ramiz, texnologiya, rivojlanish, sivilizatsiya, mexanizatsiya, vulkanizatsiya, urbanizatsiya. Keyin 16-yildan qo'limga bitta anime tushib qoldi. 7 смертных грехов, keyin Ataka Titanov. Shedevr, hammamiz bilgan shedevr tushib qoldi. U payt 2 ta sezoni chiqqandi, fleshkaga yozdirdi, 8 gigabaytlik. Ko'rmagan bo'lsa, tavsiya qilamiz. Judayam Rasmini ham chiqazamiz. Rasmini ham chiqazib qo'yadi. Anime u faqat Naruto emas ekan-ku, Bleach emas ekan-ku dedim-da. Boshqa janrlar ham bor ekan. Anime 16-yildan ko'rish bu haligacha davom etyapti ko'rish. No hozir qiziqish sal-pal so'ngan, chunki o'sha u bilan ish bilan bog'liq, u yoq o'sha vaqt, u yoq o'sha ko'rish bo'lmayapti. No lekin sanab chiqsa, men sanab chiqqanman, erinmasdan zamitga kirib, tam qaysi animalar ko'rib chiqqanman deganman-da. Shikimoriga kirganman, hamma ko'rgan animalarni yozib chiqqanman. Minimum 100 ta. Minimum 100 ta. Rovna o'zim bundoq asosini ko'rganlarim, ya'ni o'zim o'tirib olib ko'rganlarim 100 ta rovna chiqqan. Hamku. No, endi unga One Piece qo'sh, Narutoni qo'sh 720 ta. One Piece o'zi 1000 tadan oshiq qism. Bleach 400 salga hali ham chiqyapti. Hozir pauzada 1-aprelda kutyapman, chiqib qoladi. 1123-seriya. Qarang, Umar, mana 100 ta anime ko'rgan ekansiz. Taxminan endi. Shulardan eng yoqtirganlar bormi, misol uchun? Hech bo'lmasa ishlapam qani desam. Eng yaxshi ko'rganim bu 22-yilda ko'rish boshlaganman. Bu One Piece animasi, haligacha ko'rmoqdaman. Top 10 talik animalarim bor, o'zim men hammasini sanab o'tirmayman, lekin top 5 tasini aytsangiz. Top 5 tasini aytaman. Birinchi o'rinda One Piece. Juda ham ko'p argumentlarim bor. Buni shedevrligini aytishim uchun fakt yuzasidan aytib ketaman. Ichiroda, ya'ni mangani avtori, istoriyani avtori, Harry Potter avtoridan ismlari nima edi? Jon Rowling. Rowlingdan bitta pog'ona даже Shakespeare bilan listida turibdilar.
Aha. Ya'ni kuchli avtor shuncha romanlar turibdi-da, a u yerda manga turibdi 6-7 o'rinda. Shuning uchun buni уже jamiyat buni butun dunyo tan olgan, qanchalik zo'r animaligini, qanchalik zo'r произведение искусства ligini hamma tan olgan. Ikkinchi o'rinda Hunter x Hunter bilan Ataka Titanov. Nimaga Hunter x Hunter? Hunter x Hunter ham shonen, no чуть-чуть boshqacharoq shonen, boshqacha tropinkadan, ya'ni boshqacha yo'lakdan ketgan shonen lekin. 3-o'rinda Haikyuu, ya'ni voleybol animasi. Sport janridagi anime, nimaga buni yaxshi ko'raman, buni bilmayman, lekin o'sha anime tufayli men sport bilan shug'ullanishni boshlaganman, voleybolga qiziqishni boshlaganman. Mana Egamberdi sizga qarab shu qarab turibmiz. shu qo'shilmayman deb turibdilar sizni to'p 3 ta. Men qo'shila olmayman hamda. Chunki men o'tgan yili boshladim ko'rishni. Ko'rishni o'tgan yili boshladim. Eng birinchi men o'zi birinchi ujuslarga qiziqqandim, anime ujuslariga. Junji Ito ko'rganman birinchi. Junji Ito. Shu chiqib qolgan. Qaysi birini? Kolleksiya ujusi Junji Ito. Kolleksiya Junji Ito. Birinchi sezonda. Birinchi sezon? Uxlashdan oldin ko'rishga kerak deb. U paytda qish edi, sovuq edi, ko'chada havo aynigan, zo'r atmosfera bo'lganda maza qilib ko'rganmiz. O'shani ko'rdim. Keyin eng birinchi ko'rgan angoyim nima bo'lgan? Человек Бензопила bo'lgan. O'shani maza qilib ko'rganman. Men vashshi yoshman-da, bu yerda vashshi. Anime bo'yicha. Benzopilani ko'rganman, keyin birinchi o'ringa barib Tетрадь смерти qo'yishim. Tетрадь смерти. Ishib qoling. O. Endi bu Tетрадь смерти endi biz yoshligimizda ham ko'rganmiz bu narsani. Bu animeni juda eng birinchi ko'rgan animem deya olmayman, chunki eng birinchi ko'rgan animem bu albatta Sailor Moon. Kichkina u bog'chaga borgan paytimda ko'rganman. Bilmayman. Bo'lmay prizma. Lekin Tетрадь смерти juda kuchli anime. Kim shu detektiv, falsafa va shu Mashina maza qilgandim. mantiqiy qanaqadir shu janrlarga qiziqsa, buni ham tavsiya qilamiz. Albatta top 5 taligimda bor-edi, mayli oxirigacha yetmadi. Menda birinchida u. Zo'r. Siz One Piece bermaysiz hech kimga. Hech kimga bermayman. Demak, hozir juda ko'p animelar haqida suhbat bo'ldi va ularning ichida janrlar haqida ham bir gaplashdik. Misol uchun mistika, mana ujus haqida gapirdingiz. Siz shonen haqida. Bu qanaqa janrlar bor yana animeda? Bu rus auditoriyaga taalluqli narsa. Ha, ular bilishadi, chunki animeni ancha ya'ni kulturasi, animeni kulturasi уже ruslarga kirib bo'lgan. Aynan ruscha fikrlaydigan, ruscha gapiradigan insonlarga. O'zbek auditoriyamiz hali beri animega uncha qiziqqani yo'q va o'zbek odamlar ichida animega qiziqadiganlar juda kam. Va bu fikr anime bu uyatsiz narsa, anime bu qanaqadir multik, miyani, ongni zaharlaydigan narsa degan tushuncha ularda kuchliroq va ko'proq. Qo'shilaman. Qo'shishda boshqa iloji yo'q. Bizlarning misol uchun o'zbek anime auditoriyamiz u qaysi pog'onada joylashgan? Misol uchun endi yaratilyaptimi yoki bu qanaqadir уже bilasizmi, mani kanalim bor. Telegramda kanalim bor, Instagramda statistikasini ko'rib chiqdim. Qaysi insonlar menga obuna bo'lgan deb. Ko'pchiligi 18 ga yetmagan, 10 dan 18 ga yetmagan bolalar. Mana shular. Endi faqat o'zimni auditoriyam bo'yicha gapira olaman, lekin fikrim bo'yicha bizda hozir animeni ko'proq yoshlar ko'rishyapti, yosh kattalarga qaraganda. Вот. Ayanchli holat. Shkuliga tushmaymiz-a? Yo'q. Anime ko'rishda davom etamiz. Ayanchli bo'lmaydi. Nega ayanchli? Chunki bu yoshdan o'tgan insonlar hattoki qiziqib ham ko'rmaydi-da animega. Shunchaki xulosa chiqaradi. Balki o'zbek tilida dublyaj kam bo'lgani uchun qiziqmas. Men shunaqa Umid qilamizki, shunaqa. Lekin rus auditoriyasi, ruschada ko'radigan insonlarni hisobga olsak, даже yoshligida masalan xuddi menga o'xshab Naruto ko'rgandirda, уже 30 yoshga yetib qolganlar ham bor-da. Men misol 20 yoshman, men juda ham voqli boshlab o'rganman. Chunki akam bilan
bir xil urinda ketganman-da. Bir xil pog'onada ketganman anime ko'rish bo'yicha. O'shaning uchun shu sababli ham akam masalan 25 yosh, 27 yoshli insonda, o'sha oilali, farzandli inson, lekin haligacha isekai ko'rishdan bosh tortmaydilar. Isekai deganda nima? Personaj klishe bu. Juda ham sodda syujetli personaj bo'ladi. Birinchi seriyani o'zida o'lib ketadi, boshqa fantasy dunyoda tug'iladi-da, o'sha yerda yo qilich bo'lib tug'iladi yoki targoviy avtomat ham bo'lishi mumkin. Sliz bo'lishi ham mumkin, qanaqadir monster bo'lishi ham mumkin. Juda ham banal syujet. Yoki oddiy supergiroy qahramon, o'sha korol demonov, ya'ni iblislarni kattasini o'ldirish uchun boshqa dunyodan chaqirilgan qahramon bu. Demak, qanaqadir maqsad uchun qanaqadir maqsad uchun tiriladi. Shunaqa isekai degan janr bo'yicha janrlar aytib ketdingiz. Shunaqa juda ham maxsus o'zida animada juda ham targ'ib bo'lgan janr bu. Isekai. Misol uchun juda ham klishe, personajlar sodda, kartonniy personajlar. Главный герой atrofda 5-6 ta qiz yig'ib oladi, o'sha ketdi. Mana siz Shonen haqida gapirdingiz. Shonen janri u qanaqa janr? Shonen o'zi tarjima qilinganda bizning tiliga o'g'il bola nima edi shu? Давай. Покажи свой японский. Yo'q, shonen ya'ni o'smir yoshdagi o'g'il bola degan ma'noni anglatadi. Ya'ni ko'proq eshitamiz sizni? O'smir yoshdagi degani. Bola emas ekan. Meni o'g'il bolaga shonen. Shonen. Seinen ham bor. U katta yoshdagilarga Shonen bilan seinen har xil narsami yo? Juda ham har xil narsa. Shonen degani aynan o'smir yosh degani, bola degani yo'q. Bola degani emasmi? Nega? Unday emas. Unday emasmi? Shodzo Shodzo. degan narsa bu aynan qiz bolalar uchun deyilgan. Bor, lekin shonen bu faqat o'g'il bolalar uchun deyilgan joyi yo'q. Buni ham kesib tashlaymiz. Xato qildim juda ham. Qaysidir yoshdagi pog'onadagi insonlar uchun, yosh chegarasi uchun mo'ljallangan janrlar ham mavjudda. Ular janr emas, ko'proq auditoriya, xuddi 16+, 18+ reyting qo'yilganda, shunaqa janrlarga o'xshagan narsalar bor. Ya'ni Sonana? boshqatda. Shonen, seinen, masalan, shonen o'smir yoshdagilar uchun, seinen esa bu уже katta yoshdagi, ya'ni o'smir yoshdan уже kattalar uchun, ya'ni 18+ уже. Ya'ni u yerda уже ko'proq falsafiy savollar targ'ib qilinadi. Ya'ni hayot nima? Biz hayotga nima uchun kelganmiz? Hayotdagi maqsadimiz nima? Nega biz bu dunyoga kelganmiz degan chuqur falsafiy savollar olg'a suriladi. Seinen. Shonenda esa ko'proq главный герой o'g'il bola, patsan, o'smir yoshdagi yoki undan kichkinaroq o'zini orzusi yo'lida qandaydir qiyinchiliklarni yengishi, bosib o'tishi va o'zini yo'lda to'sqinlik qilayotgan insonlarni yengib o'tishi. Ko'proq mashi. Ko'proq u yerda do'stlik mavzulari olg'a suriladi. Ya'ni o'smir yoshdagi bola o'zini do'stlari orqali, do'stlik kuchi orqali o'sha dushmanlarni yengadi, yovuzlarni yengadi-da, o'zining maqsadiga yengilmaslik. Ya'ni ko'pincha ularni boshida ota-onasi vafot etgan bo'ladi. Yoshligidan qiyinchilikda katta bo'lib, lekin dushman u yovuz bo'lib ketmaydi-da, balki yaxshi положительный, ya'ni protagonist bo'lib, boshqa insonlarga yordam berib, do'stlarini ko'proq qilib, yovuzlarni yengish ko'proq olg'a suriladi. Lekin ko'pchilik avtorlar shonen janrini olib turib, unga chuqurroq anaqa mavzular ham berib ketish mumkin. Bu yog'i o'sha juda ham qiyinroq mavzu. Bir xillarda shonen janri deb o'ylaysiz, animeni ko'rishni boshlaganingizda, keyinchalik bu janr boshqa janrga transformatsiya bo'lib ketishi ham mumkin. Misol, Titanov. Birinchi sezonda Eren qanaqa edi? Oddiy bola, titanlarni yo'q qilaman, onam uchun qasos olaman degan bola edi. Demak, Ataka Titanov bitta janr emas, bir nechta janrlar qo'shilgan. Har sezonni men har xil janr deya olaman. Birinchi sezon shonen, ikkinchi sezon ham kuchli shonendan уже politikaga o'tyapti. Uchinchi sezon полностью politika, ya'ni siyosat. Buni seinen desa ham bo'ladi. Seinen degani voyaga yetgan degani. Voyaga yetgan. Ya'ni qahramon o'syapti, janr ham shunga yarasha o'sib boradi. Demak, qonli sahnalar bo'lsa, bu уже yo'q. Shonenda ham qonli sahnalar bo'lishi mumkin. Yo'q, endi nimaga bog'liq, misol uchun 18+, shonen bilan seinenning farqi bu aynan g'oyaviy to'ldirilishi. G'oyaviy to'ldirilishi. Agar shonenni ko'rayotganingizda siz
o'y xayollarga solmaydi bu janr. Shunchaki soddaroq, oddiyroq vaqtni o'tkazish uchun ko'rasiz bu janrni. Seynenda bu aynan shu narsani ko'rib bo'lganingizdan keyin ichki o'zingizda muloqot bo'ladi, qo'shilasizmi, qo'shilmaysizmi. Ya'ni animeni aynan nimasini yaxshi ko'raman? Bu oddiy javob berib qo'ymaydi bizga. Mana bu to'g'ri, bu noto'g'ri deb. Shu xulosaga o'zimiz kelamiz. Unaqa narsa Qora yo'q. oq degan narsa yo'q. Yomon yaxshi. Seriya ham bor, ya'ni kulrang ham bo'lishi mumkin. Ya'ni Yovuzni hisobga olaylik. Masalan, Naruto animasida ham, shonen janrida ham Painni olaylik yoki har bitta Akatsuki a'zolarini olaylik. Ularning a'zolarida bundoq qarasak, ular yengilgan qahramonlar. Dunyo uchun. Ular dunyo uchun kurashishgan, ya'ni o'zligini manfaati uchun emasda, boylik, shon shuhrat, kuch uchun emasda, balki tinchlik, prosta tinch hayot qilish uchun. Faqat ular boshqacha yo'l tanlashdi. O'shaning uchun ham Историю пишут победители deyishadi. Da. O'shanaqa. Seinenga bir ikkita misollar keltiraman. Titrar smerchini ham qilish mumkin. Titrar smerchi ham kiradi Seinenga. Misol uchun главный герой Yagami Light, antagonist. Boshida yaxshi maqsadi dunyoni o'zgartirish bo'ladi. Yovuzlarni yo'qotib, faqat yaxshi insonlar yashaydigan qilmoqchi bo'ladi. O'rtada уже sekin nimasi o'zgarish boshlaydi. O'zini manfaati yo'lida ham odamlarni o'ldirish boshlaydi. Birinchi boshlangan payti bu FBR agentlarini o'ldirish, FQB agentlarini o'ldirish. Begunoh odamni o'ldirish. Ya'ni o'zini topishmasliklari uchun, ya'ni o'zini jonini qutqarish uchun boshqalarni, ya'ni bunga jinoyat qilmagan insonlarni o'ldirishi, ya'ni birinchi Elni o'ldirgisi keladi. O'ldirgisi keladi. Keyin FQB agentlari bo'ladi. Birinchi o'ldirganini aytdimmi? Birinchi qurboni anaqasini o'ldiradi-yu. El deb o'ylab. Anaqa Mag'lusni o'ldirib oladi. L. Taylor. Lind L. Taylorni o'ldirib oladi. Endi u eksperiment bo'ladi. Haligi bu o'sha Seinen dedilarmi? Men uncha yaxshi bilmayman-da. So'raman-da. Men kecha kelganman. Kecha kelganman-da. O'sha Seinenda bir misol uchun Light bu antagonist, yovuz deb o'ylaysiz, L uni ushlash uchun misol uchun yaxshi personaj deb o'ylaysiz. O'rtada mana shu Lind L. Taylorda eksperiment qilib unga ko'rsatgani ham bir boshqacharoq narsa-da. Ya'ni u yerda oq qorada belgilab bo'lmaydi. Odamning hayotini u ham tikib yuboradi-da. Shunday eksperiment qilib bitta odamning hayotini tikib yuboradi. Lekin yaxshi duo qilib yurganman. U baribir o'lardi-ku bu kun. Yo'q, o'lishga baribir. Unaqa bo'lsa ham baribir nimasi bor-ku. Странно это не Bu звучало. har xil auditoriya, har xil fikrlaydigan insonlar uchun yasalgan narsa. Ya'ni u yerda soddaroq narsa qidirmoqchi bo'lsangiz, soddaroq narsa topasiz. Uyatsiz narsa qidirayotgan bo'lsangiz, uyatsiz narsa topasiz. Lekin bizni targ'ib qilmaymiz. Targ'ib qilmaymiz, albatta. Agar xohlab kulmoqchi bo'lsangiz, shunaqangi komediyalari bor. Yotib olib, ichagimiz buralib, ovoz berayotganimizda ham rosa o'zimizga kelishimizga vaqt kerak bo'ladi, keyin ovoz beramiz. Qiyin falsafiy narsalar qidirayotgan bo'lsangiz, albattaki bular ham bir talaygina. Ya'ni anime deganda faqatgina baqiradigan bolalar yoki juda ham urug'i berilgan qizlar tushunilmaydi-da, balki janriga qarab juda ham tiqilib yotibdi. Anime yiliga 1000 talab chiqadi. Son 1000 talab chiqadi. Shuning uchun inson o'ziga qarab bemalol shunday filtrga kirib, mashi bir-biriga to'g'ri kelmaydigan janrdagilarni ham tanlasangiz, qaysidir anime по-любому chiqib keladi. Eng kulgilisi nimaki, siz o'ylagan qandaydir fantaziya albatta animeda chizilgan bo'ladi. Ya'ni, уже nimadir yengilcha narsa o'ylab topish qiyin masala. Mana bunaqa syujet o'ylab topdim Bu deysizda. haqida o'ylaganman qachondir. Men bu haqida o'ylaganman deysizda. Animeda chiqqan bo'ladi. Shu g'oya. Shunisi. Fikrimni o'g'irlashibdi. Mana hozir Frame'da faoliyat yuritib kelyapsizlar. Va nimaga shu Frame'ni tanladinglar? Nega shu Frame'da ishlash anaqasi qoldi sizlarda? Tanlov yo'q edi. Biz Frame'ni topmadik, Frame bizni topdi. Frame bizni topdi. Frame'da именно biza Kamila bilan ko'p gaplashganmiz bu mavzu bo'yicha. Azaldan fandabda ishlaganimizda ham qaniydi studiya bo'lsa-da,
aslida dublash qilsak-da. ichki tuyg'uyim bor edi. O'tgan yili martlarda aytgandim, bolalar, sezyapman, o'zimizni studiyamiz bo'ladi, o'zimizni studiyamizda ovoz beramiz, lekin bu bizni hozir ishlab kelayotgan fandapta emas degandim. Aytgandimmi bu gapni? Esimda bor. Даже biza uy arenda olib, qanday одна комнатный kvartira balkim uy arenda olamiz, balkim qandaydir o'zimiz studiya. Kvartira topaylik, men o'zim оборудованияларni o'sha yerga olib borib, o'sha yerda ovoz beramiz degan. Ya'ni shunaqa fikrlar ham bor-da, shuni olib men topaman, o'zim самодельный parallelni qilib beraman nomanda, ana panelni qilib beraman, звук отражающий, rekalardan bo'lsa ham o'zim qilib beraman, latta-pattalardan bo'lsa ham degandim-da. Просто движи boshlaylik, harakatni boshlaylik degandek. No, lekin taqdir taqozosi bilan mana hozir bizaga alohida studiya ajratishgan anime gruppa uchun. Bu narsa xayolimizda bordi, lekin qachon bo'lishi va bunaqa tarzda bo'lishi o'zi aslida-chi, bu odam bizni tanlaganini sababi, ya'ni bizga og'ib kelganini sababi, o'zi bilardim bu vaqt savoli, vaqt kerak bo'lishi vaqt kerakligini, aynan biz bilan ishlashlarini bilardim. Maza qilib ovoz beryapmiz. Studiyada hamda o'zimizni tarjimonlarimiz bor, tarjimonlarimiz tarjimasini olib keladi, biz aktyorni kirgizamiz, aktyor bilan maza qilib uni qiynab, kuldirib, hattoki kichkina yosh qizchani ham olib kelganmiz. Bitta qo'ng'izlar yondiradigan yonar qo'ng'izlar o'rmoni. Qo'ng'izlar o'rmoni degan kichkina film chiqadi Frame'da. 40 daqiqalik o'sha yerda 11 yoshli qizchani ovozini eshitasizlar, ya'ni yosh qahramon yosh bo'lgan paytiga o'sha ovoz bergan va bu juda ham g'ayrioddiy experience. Chunki tajriba. Chunki biz doimo shu studiya bo'lishini, studiyada maza qilib ishlashni orzu qilib kelganmiz va hozirda xudoga shukr Frame'da ishlab amalga oshyapti. Amalga oshishda davom etyapti. Boshqacha orzularimiz ham paydo bo'lmoqda. Chunki biz bittasiga erishdik, o'sha boshqa orzular bor. Ya'ni qaysi произведениeni полностью juda ham даже katta professional. Biz hozir ishlamoqdamiz. Har xil eksperimentlar qilyapmiz. Shu loyihalaringiz haqida gapirib bersangiz. Loyihalar biza animani tanlash bo'yicha ko'p narsalarga ahamiyat beramiz. Ya'ni uni qanchalik mashhurligi, ya'ni qaysi anime уже Frame platformasiga kirishganda, bu animani qayerdadir ko'rganman, faqat ruschasini, o'zbekchada qanaqa qilishibdi deb qiziqib kirsa ham, shunda kirganda mana sizlarga sifat deb ko'rsatib qo'yish uchun biz imенно shunaqa animalarni qilyapmizda, bor vujudimizni beryapmiz. Biz dublyaj qilyapmiz. Hamma baqirishlarini, kulishlarini va har xil larniga ovoz berib, shuni ta'kidlab bemalol ayta olaman. O'zimga ishongan holatda bemalol ayta olaman. Shu paytgacha ham animani o'zbek tilida ko'rgan bo'lsangiz, ya'ni hozir Telegramdami, qaysidir platformadami farqi yo'q. Spoiler bo'ladi hozir. Ko'rgan bo'lsangiz, Frame platformasichalik sifatli bo'la olmaydi. Chunki men sifatga garantiya beraman. Ya'ni sifat есть. Albatta Frame'ga obuna bo'lamiz. Chunki даже kattalar ham ko'rishni boshlaydi shu sifatdan keyin. Albatta. Bizda hattoki professional aktyorlarimiz Abdulhay Otaxo'jayev taklif qildikda Death Note animasini ularda shunaqa Yagami Shoichiraga, Lightning otasiga ovoz bermoqda. Lightning otasiga ovoz bermoqdalar. Biz ularga ustoz sifatida qaraymizda va albatta tekshirib berishlarini so'radik. Bu insonimiz Abdulhay Otaxo'jayevmi o'zlari rejissyorlik, ya'ni ularni kontrol qilib turib, qayerda nima bo'ldi uni qilib, o'zlari rejissyorlik qildilar. Po-любому kontrol qildingiz. Sifatni ko'rdik, biz tayyor montaj qilingan versiyasini ko'rsatdik-da. Abdulhay Lightmanman-da. Aytib qo'ying endi. Lightmanman. Siz ovoz bering. Bu insonimiz Yagami Light, ularning otalariga Abdulhay Otaxo'jayev. Yagami Light, Misa L. Uchta. Misa ovoz berdingiz. Meniki Ryuga Hideki deydi. Layto. Xullas, bir ovoz berdilar, ularga ko'rsatdik. Ular professional aktyor sifatida bizani ovoz berganimizni juda ham maqtadilar va bizga ozgincha bo'lsa feedback berdilar, ya'ni tavsiyalar berdilar. Lekin juda ham qoniqdilar. Lekin biz
aynan sizlarni reaksiyalarini kutib qolamiz. Kutamiz, Chunki bilamiz, vo borishinglarni bilamiz. Chunki juda ham zo'r. Biza birinchi o'rinda tarjimaga juda ham katta ahamiyat beramiz. Personajlar qayerdadir nimadir Hatto lipsingga. Qattiq gapiryapti, qattiq gapirmayapti. Personajlarni ovoz tushishigacha juda ham mos tushganda. Ovozni labi bir-biriga tushishi. Labi bir-biriga tushishi. Lekin anime o'zi tupurib qo'ygan bo'lsa ham bu narsaga. Animada juda ham ko'p holatlar bor. Yaponcha gapiryapti-da, gapirib bo'ldi. Dalshi. Qimillab ketyapti. Gapirmay. Biz shunga ham ahamiyat bergan holatda. Shunaqasi ham bo'larkan. Montaj paytida ham, svideniya paytida ham, ya'ni ovozlarni animaga yopishtirish, shunaqa momentlarda ham juda ham katta mehr bermoqda. Juda ko'p filtrlardan o'tadi. Ya'ni bir xil animalarda, hatto rus tilida ham ko'rganimda, bir xil joylari original qolib ketgan. Ovoz berilmagan. Diyardimda, qanday qilib bu bitta joyini qoldirib ketdinglar, nima dedi bu hozir? Bizda bunaqasi yo'q, bizda bunaqasi bo'lishi ham mumkin emas, chunki bir nechta filtrlardan o'tib, oxirgi montajda ham qaranglar, mana joy yemay qolibdi, qaytadan qilaylik deganimiz ham bor. Qaytadan olib kelib. Ta'kidlab o'tmasam bo'lmaydi. Men inson, человек universal. Men ham ovoz beraman. Death Note Lga. Asosiy qahramonlardan ham ora-orada risoling ham qilib zapis qilaman personajlarni. Biz ham risol qilamiz. Risol qilamiz. Va montaj ham qilaman. Men ham zo'r qilaman risolni. Gapir. Svideniya ham qilaman. Ya'ni montaj menda. Shuning uchun har xil darajada, har xil pog'onalardan o'tadi-da. Oxirida tayyor bo'lgandan keyin biz studiya bolalarimiz yig'ilamiz-da. Albatta birga o'tirib tomosha qilamiz yoki birga bo'lmasam, qaysidir bizga albatta 4-quloq kerak. Ya'ni дополнительный 2 quloq kerak. Bu insonimiz bilan o'tiramiz-da, ko'rib chiqamiz. Bu. Nemizam. Boshqatdan Dabdala. Bo'lmabdi. Bizda xohish bor, bizda ichki yonish bor va biz shu animeni sevamiz. Shunga aynan sifati ustidan juda ko'p va juda mashaqqatli bo'lsa-da ishlaymiz. Menimcha bu narsa eng asosiy narsalardan bitta. Albatta, sifat bu по-любому birinchi o'rinda turadigan narsa. O'zingiz sevib shu ishni qilsangiz, albatta sifati chunki oshadi. Bu yerda hech qanaqa moliyaviy tomon ham olg'a surilmaydi. Ya'ni bizning asosiy maqsadimiz inson ko'rganda shu umuman diskomfort his qilish kerak emas. Bu endi lekin bitta tangan ikkinchi tomoni ham bor. Hammaga ma'qul tushishi ham bu noiloj narsa. Ya'ni hamma butun inson har xil fikrlikda, har xil dunyoqarash bilan. Kimgadir prosta hozir ko'rsatib beraman. To'xta, nimalar qilyapsan? Men bu yerdaman. Ovozli insonlar ham yoqaveradi. Ba'zilarga ko'rsa bo'ldi. Ba'zilar subtitr bilan ko'radi. Ya'ni original zo'r deydi subtitr bilan. Biz ularni to'g'ri tushunamiz. Lekin iloji boricha biz ko'proq insonlarga ma'qul tushishiga harakat qilamiz. Shuning uchun sifat orqasida yuguramiz. Bizda bitta narsa bor, yaqinda Frame'da ham men xursand bo'lgan tomonim, dublyaj maktablari qo'yilyapti, olg'a surilyapti. Shu paytgacha ham faqatgina dublyaj sohasi ustoz shogird bo'lgan. Ustoz shogird tizimi bo'yicha, ya'ni borasiz, o'rganasiz, oldida o'rganasiz. Shogirdlik uchasiz. Hozir Frame'da bot orqali casting qilinmoqda. Casting orqali castingdan kelib, yana castingdan o'tishmoqda. Iste'dodli yoshlarni chaqirishmoqda. Yangi ovozlar. Bu eng yoqayotgan tomoni. Bunaqasi bu juda zo'rda. Qiziqishi bor odamlar. Ko'rganmiz bo'lgan akademiyalar, boshqa narsalar, lekin juda ham sayyoz qaralgan bu narsaga. Ko'proq hozir Frame botda bo'lyapti. Frame botda bo'lmoqda. O'shaning uchun birinchi xursand bo'lgan narsam shu. Professionallar to'g'risi bo'yicha bizda imенно образование yo'q. Sertifikat ham berilmaydi dublajda. Dublaj professionali deb berilmaydi. Bizda teatralniy aktyor bo'lishi mumkin yoki professionalniy aktyor bo'lishi mumkin. Professional boshqa soha bo'yicha, lekin imенно dublaj bo'yicha professional faqatgina stajga qaraladi. Anaqalarga, portfoliyosiga qaraladi. Va o'sha ko'rgan inson solishtirib bilishi kerak. Da. Ya'ni qancha nimalarga ovoz bergan va staj. Lekin imенно sertifikat bizda yo'q. Lekin keyinchalik budishim kelajakda umid qilamiz. Ya'ni maktabda rivojlanib ketsa, imенно sertifikat, ma'lumot, oliy ma'lumot yoki o'rta ma'lumot beriladigan bo'lsa, juda ham xursand bo'laman. O'zi Yaponiyada 3 yillik maktab sistemasi bor. Ular aynan mana shu ovoz beruvchilar uchun maktab yasalgan va ular animega ovoz berishga 3 yil
vaqtini ketkazishadi. Juda ko'p o'zidan shug'ullanib, ustozlar ham professional, chunki bilasiz, anime rosa ko'p chiqadi va har xil janrda chiqadi va qaysi janri yoqmasangiz ham har xil janrda juda yaxshi ovoz berilgan. Shunga umid qilamizki, bizda ham bu narsa rivojlanib ketadi va biz ham o'zimizni ustimizdan ishlashda davom etyapmiz. Haligacha eksperimentlar qilamiz. Yo, bunday qilib ko'raylikchi. Personajlarni olib ko'ramiz. Da. Masalan, hammani o'zini personaji bor-da. Bu inkor qilasizmi yoki yo'q, hammani o'zining personaji bor. Bu insonimizniki boshqacha, bularniki boshqacha, meniki boshqacha. Tanlov qanaqa? Tanlov albatta biz originalga ko'proq tayanamiz, lekin biz originalning intonatsiyasini chopmaymiz. Ya'ni qanaqa? Biz o'zbekona lokalizatsiya qilamiz. Melodika deyiladi bu narsa. Ya'ni yaponlarda ohayo desa, sizda salom demaymiz-ku. O'zbekchasiga bu g'alati eshitiladi. Salom desak, salom. Arigato deyishadi-ku, biz rahmat demaymiz-ku. Rahmat deymiz-da, rahmat. O'zbekona. Chunki agar buni melodikasini shunday olib, shunday qo'yadigan bo'lsa, tabiiy chiqmaydi. Ba'zilar aytishi mumkin, animeni o'zi shuning uchun ham yaxshi ko'rishadi. Ya'ni o'sha gipertrofiranniy emotsiyalar, ya'ni qilamiz albatta. Biz ham gipertrofировать qilamiz, lekin imini призношение bo'yicha, ya'ni gapirishlar bo'yicha, gaplar bo'yicha biz bu yerda nima qilyapsan deb gapirmaymiz-da. Notadan notaga o'tib, tembrdan tembr o'ynatib, bunday qilibdi. Oxiri bizga avtotune kerak bo'lib qoladigan bo'lib qolishi mumkin-da bunaqa darajada. Shuning uchun biz bitta tonalnostni olib, rolga kirishib, dal shu ovozda personajni qanday ko'rsak, shunday davom ettiramiz. Ovozlarni asosan animeni olayotganimizda proyektga bo'lamiz. Bir xil proyektlarni, loyihalarni men olaman. Loyiha deganda bu bir serial yoki bir film haqida gap ketyapti. Va bu birinchi ko'rib chiqamiz. Ko'rib chiqqandan keyin rollarni bo'lishni boshlaymiz. Bosh qahramon ismi Kisaki, balkim Kisaki, qiz bolani ismi Misa, bola yana bitta Light, o'shalarni bo'yicha bo'lib chiqamizda, keyin o'ylab ko'ramizki, qani Umar tusharkan. Umar qani kirinchi Lightga ovoz berib ko'ring deymiz. Yemadi, egam berdi, ola qolsin deb. Berdiga ovoz bo'lamiz. Bo'ldi, egam berdi. Keyin men Light L ga bo'ladi. L turadi, L ga oladi. Umar ovoz beradi. Atak bizda bunaqa. O'zi to'g'risini oladigan bo'lsak, L sizga to'g'ri kelmaydi. To'ppa-to'g'ri. Men shu paytgacha bemalol ayta olaman, o'sha frame ga kelganimdan boshlab eng ovoz berishga qiynalgan personajim bu L. Chunki xarakter bo'yicha ham, даже ovoz bo'yicha ham to'g'ri kelmaydi. Bu menga juda gapiradi-da. Va gapirganda har doim ko'proq Zenitsu, keyin kim yana Demon Slayerdagi, ya'ni aktiv bolalar, demak qahramon to'g'ri kelish kerak. Qahramon to'g'ri keladi, lekin men imini bu insonimiz rol bo'lganda ovoz berib ko'r, qani ovoz berib ko'r dedilar-da. Menga L berishdi. Men haligacha ham qiynalmoqda. Men ham qiynalyapman. Anchagina rolga tushdim. Ya'ni Death Note'da o'lim daftarida biza unda olib qarasa o'zimizga tushmaydigan personajlarni oldikda, shu bois biz o'smoqdamiz. Agar biz faqatgina shablon bo'yicha harakat qilganimizda, faqat o'sha personajlarga ovoz berishda davom etardik. Lekin hozir biz o'zimizni boshqacha tomondan Googledan qarayapmiz, boshqa burchakdan qarayapmiz. Umar boshqacha ko'rinyapti bu tomonda. Deyapmizda, biz har xil personajga berishga harakat qilyapmiz. Ya'ni bitta shablonda qotib qolganmiz. Mana bu, короче. Har xil stilda kiyinib ko'ryapmiz. Chilli degan ekan. Umarga ber. Keyin qilaman. Misol, Iblislar qotili animasini oladigan bo'lsak, u yerda juda ham yorqin, juda ham yig'loqi va baqiraveradigan personaj bor. Bu Zenitsu. Azaldan u personajga tayyorlanib kelganman. Menga u personaj juda ham yoqadi va yaxshi ko'raman-da. Va bizga imkoniyat berilganda birinchi sezonni tarjima qilib bo'ldik. Iblislar qotili, uni ham platformasida qotil. Hattoki filmni ham-da. Filmni ham bitirdik. Hozir montaj jarayonida. Montaj tugab bo'ldi? Filmniki? Filmniki tugab bo'ldi. Serial ozgina bo'ldi. Serialda qoldi. Biz bu animani shu paytgacha ham har xil ozvuchkada ko'rdik, ovozlarda ko'rdik. Yana bemalol ayta olamiz, Frame platformasida
sizlar rostakam Demon Slayer'da animasida sizlar balki nafaqat Mazza animasida, qilib balki yuborasiz. juda ham mazza. Bizni ovoz berayotganda yerda dumalab qotib qoldik. Ya'ni juda ham zo'r anime, juda ham actionga boy anime. Hammaga tavsiya qilaman. Yig'ladik ham. Obuna Yig'ladik bo'lamiz. ham. Ovoz berayotganda biz juda ham katta mehr berdik. Manda backstage'lar bor, telefonimga yozib olgan. Shunaqa momentlar bo'ldi, skoriy chaqiringlar deb noligan paytlarim ham bo'ldi. Chunki shunchalik personajga berilib baqirildi, anaqa qilindi. Biz ana boshqa aktyorlarimiz ham hammamiz mehr berib berdik. Manda moment bo'ldi, ovozim ketib qoldi. Qoldi. Chunki personaj juda ham baqiroq, yig'loqi, chiylaveradi. Hozir boshqa sohada ishlaydigan, ya'ni Frame'da ishlaydi, lekin boshqa studiyalarda ishlaydigan aktyorlar bilan ham ishlayapmiz, ularni jalb qilyapmiz va aktyorlar kelib, "Voy, ovozim hozir qiriladi. Voy, ovozim o'lib qoladi" deydi. Chiylash kerak. Chiylash kerak. Baqirish kerak. Baqirish kerak. G'irillash kerak. G'irillash kerak. To'xtanglar, unda soat 11 da kiraman deydi. Hamma ovozlarni yozib olib, u soat 11 da kiraman deydi va biz rejissyorlarimiz kechasi bilan ham qolib yozishadi. Kechasi bilan qolib. Ba'zi bir holatlar ham bo'lgan. Studiyalar yonma-yon. Animada ovoz beramiz. Masalan, men Zenitsuga bermoqdaman-da. Adashmasa 10-studiyada edi. Ovoz bermoqdaman, boshqa studiyada, o'zimiznikidan boshqasida. Ovoz beraman. Shunday baqiryapman. Endi personaj postoyda baqiradi, nima qilayman? Baqirishim kerak. Qahramon aka Haydarov. Qahramon Haydarov kirdilar-da. Tinchlikmi? Ne baqiryapsiz? Nima baqiryapsizlar? Personaj shunaqa edi, ovoz beramiz chiylab. Sekiroq baqiringlar. Eshitilyapti-da. Sekiroq. Hamma yoqda звукоизоляция, и так все равно baribir eshitiladi, chunki anime bu shunaqa. Nima endi shunaqa o'zini izuminkasi desa ham bo'ladi, ya'ni tort ustidagi mevasi desa ham, olchasi desa ham bo'ladi. Shuning uchun именно animeni ko'proq atmosferasini o'zbek tiliga lokalizatsiya qilib, ya'ni moslashtirib o'zbek insoniga, o'zbek bo'lgan shaxsga tushunishi, yaxshiroq bo'lishi uchun, yetib borishi tezroq bo'lishi uchun biz maksimal darajada lokalizatsiya qilamiz. Ekran aktyori bo'la olmaganlar dublyaj aktyori bo'la oladimi? Da. Ya agar gap ko'proq iste'dod bo'yicha emas, ko'proq anaqaga taqalayotgan bo'lsa, ana aktyorlarda baribir внешность birinchi o'rinda turadi. Chin aktyorskiy sposobностьga qaraganda. Tем более bizani yerlarda. O'shaning uchun bo'ladi bemalol. Misol men. Meni fikrimcha, bu aynan boshqa sohalar deb hisoblayman. Aktyorligi boshqa, ovoz berish boshqa. Hozir taniqli aktyorlar ham mikrofonni oldida o'tirib qolib ovoz beringlar desa, hammasi ham ovoz bera olmaydi. Ko'pini ko'rdim. Chunki bu baribir boshqa soha desak bo'ladi. Lekin agar nimani olsak bo'ladi? Ambitsiyalarni olsak, bu aynan ushalmagan ambitsiyalar deyish noto'g'ri deb hisoblayman. Ovoz berishlik bu ushalmagan aktyorlik ambitsiyalari emas, balki bu ham bir alohida soha va alohida orzu. Yo'nalish. Teatr aktyori bor, dublyaj aktyori bor, kino aktyori bor. Masalan, kino aktyori bilan teatr aktyorini solishtirsa, вообще oy bilan quyoshdek farqda. Bunday qarash. Chunki kino aktyori babram plashatka. O'tda оборудование boshqacha, atmosfera boshqacha, o'tda yondashish ham boshqacha bo'lishi mumkin rejissyorga o'ziga qarab. Agar rejissyorga farqi yo'q bo'lsa, teatralni o'ynaver desa bo'ldi. U teatrdagi ishini qiladi. O'shaning uchun teatr aktyori o'tda уже boshqacha, уже zritel o'tiradi. Ya'ni tomoshabinlar o'tiradi. Sizda faqat katta zal, sizda qanaqadir оборудование, siz именно teatralni o'ynashingiz kerak. Shunaqa termin bor-ku, teatralni. Baland ovozda. Da, balandroq ovozda, xarizma bilan sen qirol debdi. Masalan, sen qirol emasdi, sen qirol. Mana shunaqa-ku bizda teatrlarda, o'zi hamma teatrlar shunaqa. Kino aktyori u boshqa narsa. U o'tda o'zi pichirlashi ham mumkin. Просто obrazga kirsa bo'ldi. Dublyaj aktyorida sizda faqat mikrofon bor, ekran ortidagi aktyor bor, tekst bor. Siz u o'ynalgan narsani qaytadan o'ynab berishingiz kerak yoki undan oshirib berishingiz kerak. Undan past qilsangiz уже не то. Sizda Извините. sizda faqat ovoz bor. Shu ovoz bilan o'ynab, yetkazib, dilga kirgizib berish kerak. Aktyor o'zini ko'rinishi, yuzini mimikalari bo'yicha ham o'zini qanaqadir
fishkalar bo'yicha ham zritelga o'tkazib berish mumkin. Bu yovuz aktyor, bu unaqa aktyor, bu shunaqa xarakterli aktyor deyish mumkin yoki personaj deyish mumkin. Dublyajda u ancha qiyinroq deb o'ylayman. Chunki sizda faqat mikrofon, shu boya aytgan tekst и personaj и antirejissyor. Bu mana shunaqa personaj, qani boshlab ko'r, to'g'rilaymiz. U ovoz beradi, to'xta, boshqacha bo'lib qolyapti. Obraz topib, ovoz ne to ketib qolyapti, tushmayapti yuziga. Menimcha mashaqqatliroq deb o'ylayman. Endi hamma kasbni o'ziga yarasha mashaqqati bor, lekin imni solishtirganda ko'proq resurslar bo'yicha sizni qo'lingizda nimalar bor, siz qanaqa privilegiyaga, qanaqa plyuslaringiz bor, imni dublyaj qilayotganda yoki aktyor bilan solishtirganda, kino aktyor yoki teatr bilan sizda resurslar kam. Sizda ko'proq talab bor. Pluslarni aytadigan bo'lsak, bitta gap menga yoqqandi, bu Tatyana Shitova aytgan gap. Tatyana Shitova bu rus aktrisasi, ovoz beruvchi. Ularning ovozida Scarlett Johansson gapiradi, Margot Robbie hamda Yandex Alisa ham o'sha Tatyana Shitovaning ovozlarida. Va ular bitta narsani aytgandilarki, men ovoz berib minglab dunyolarga kirib chiqaman. Aktyor sifatida agar rollarim bitta, ikkita, uchta bo'lsa, znakoviyda roli, men eslab qolinadigan rollarda faqat maksimum 5 ta o'yna olsam, 10 ta agar xudo bersa-da, lekin ovoz berayotganimda men shunaqangi shedevrlarga ovoz beraman hamda shu dunyolarga kirib chiqaman. Men ham o'sha nima edi? Отряд самоубийств. O'z joniga qasd qiluvchilar. Ham o'sha yerdagi o'sha Harley Quinn bo'laman, ham qanaqadir просто romantik ayol personaj, ham qanaqadir balkim fantasy, ham yosh qiz bo'la olaman, ham kampir bo'la olaman, ham bilmadim, super qahramon bo'la olaman va bu uchun ovozim bo'lsa bas. Ko'rinishim anaqa, buni farqi yo'q. Va bu gaplar meni dilimga zo'r kirgandi. Fakt. Endi mana dublyaj jarayoniga kirsak, yana qaytsak shu savolga. Qanaqa qiyinchiliklar bilan duch kelasizlar o'zi? Qiyinchiliklar ko'p. Aynan boshida kelib chiqadigan 3 ta qiyinchilik bor. Bu og'izni o'rganmasligi. Ya'ni bir xil odamlar mana bunday gapirishadi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshirabsizmi? Aksariyat shunday gapiradi va bir xillarda bunda olib kiramiz. Endi probaga kelishadi, dublyaj maktabi bor bo'lgani uchun kastingga kelib chiqishadi, o'tirishadiki, ana bunday ovoz beradi. Oching og'zingizni deymanda. Oching. Og'zingiz ochilsin. Bu birinchi qiyinchilik. Ikkinchi qiyinchilik bu aynan o'zbek tilini to'liq sof gapira olmaslik. Bir xillar shevada gapirishadi, bir xillar faqat o'zbek tilida emas, balkim rus tilida. Mana oladigan bo'lsak, o'zi hayotda ko'pincha rus tilida so'zlashaman. O'zbek tilini faqat shu ish bo'yicha oilada balkim ishlatarman. Lekin chala ruschada o'zbek tili. Biz kabi ruschani zo'r bilmaydigan insonlar bilan ruscha gaplashadilar. O'zbekcha gaplashadilar. Shu qiyinchilik bo'ladi. Ya'ni mana bunday so'zlar bo'ladiki, men, sen shunday, bunday, unday degan gaplarni shunday deyishadi. Unday, bunday, sen, men. Bu ham alohida qiyinchilik. Shularni ham to'g'rilashga harakat qilamiz. Hattoki bu insonda bor bu qiyinchilik. Shunday, unday deyishlari, chunki bular shevada gapiradi. Toshkent shevasida shunday, bunday. Demak, adabiy o'zbek tilida suhbat o'sha dublyaj qilish biroz o'zbek tilida men qiyin bo'lmaganlik. Bu inson emas, endi umri davomida xuddi shunday gapirib kelgan. Men anchalikmi? Bizda hammasi adabiy.
adabiycha faqat ashaqqa mashaqqa bor bo'ldi. Keyin oyoqqa oyoqqa bor edi bularda ham che u harfi bor edi o bor, ke bor keyin. kelganlar ko'p emas edi. bir xil edi chiqib qoladi Ba'zi chiqib qoladi. Mashrab aka qayting deymiz. Bu Mulyapti. bizni Mulyapti bor. nima bo'lyapti emasdi, mulyapti. bu bizni hazil emas, ya'ni Mashrab aka, nega Mashrab aka kichkina tabibda shunaqa qahramon bor edi va bitta joyida Mashrab aka pichog'ingizni bering, Mashrab aka deyiladi. Bitta animaga aynan shunaqa joyi tushib qolganda oldikda, bular improvizatsiya qilib Mashrab aka pichog'ingizni bering deb. O'shandan beri o'sha prikolni O'shandan beri Mashrab aka bo'lib qolganlar. O'zgarmayapti o'sha narsa. ya'ni bizda shunaqa bor, ya'ni bizda emas, ularda shunaqasi bor. Ya'ni personajchi juda ham o'zbek qilib yuboradilar. Qilish qobiliyatlari bor-da, bizda unaqa chiqmaydi. Ya'ni o'zbek bo'ladi. O'zbek doda urush berayotganga o'xshaydi-da, o'sha o'zbek amaki urush berayotgan, o'zbek gapirayotgandek chiqadi. Bizda masalan, personaj anaqa yaponskiy personaj bundoq qilyapmiz, ularda g'irt o'zbekcha chiqadi. Bizda yaponligicha qolaveradi, bularda o'zbekka aylanib keladi. Masalan, kimonoli o'zbek. Da, light up masalan gapirayotgan payti, bizani standart mushukcha oxirida bir gap ketayotganda o'rtada o'zbekcha, xuddi light o'zbekdek eshitiladi-da. Bu atak bu juda ham yaxshi. Light aka. Light aka. O'shanga biza buni nima deymiz? Buni Mashrab aka style deymiz biza buni. Ya'ni shunaqa stilda, yangi targ'ib qilinayotgan stilda bizani studiyamizda, ya'ni o'zbekona qilish. Vashi o'zbekcha bo'lib ketsa Mashrab aka style bo'ladi. Ko'pincha menda chiqadi. Anaqa oshirib yubordingiz Mashrab aka. Rejim bo'lsa kerak, bunday yoqsa Mashrab aka. Tak, bu qahramon sizga berildi, bu Mashrab aka. Sho, bo'ldi, tushundim deydilar-da, Mashrab aka deb o'zgartirish. Nima bo'lyapti? Mashrab personaj bo'lsa, g'irt Mashrab aka bo'lib qolardi. Qiyinchilik aytmadim. Uchinchi qiyinchilik bu aynan melodika, intonatsiya. Bu bizga kelganlar odatda mana bunday gapirishadi. Nega unday qilyapsan? Unday qilma. Bular o'ylashadiki, bu zo'r eshitiladi deb o'ylaydi. Bitta o'xshatay. O'xshating. To'xta! Bu yerda nima qilyapsan? Bo'lma, unaqa qilma. Bu nima degani? Bu nima degani? Ne birinchi. Rustam aka, nega unaqa gapiryapsiz? Rustam aka, nimaga unaqa gapiryapsiz? Mana hozir Mashrab rejim yoqishib berib edi. Bu Mashrab rejim emas. Boshqachami? Bu g'alati yaponskiy intonatsiya. melodikani o'zbekcha o'tkazishda, masalan, Naruto, to'xta. Masalan, Sasuke, masalan, personaj gapiryapti yaponchada deylik. Naruto! Yamero! deyapti-da. O'zbekchada to'xta! Naruto! qilishyapti-da. Lokalizatsiya qilinmagan variantda. Yo'q, просто melodikani olib o'zbekcha tekstda o'qishyapti, bo'ldi shu. Hamda Mashrab aka zo'r. ko'p yangilarda chiqadigan xato aytib o'taman. Mana balkim bu kimdirga даже полезно будет. Har bir so'zga urg'u berish. Qaysidir gapni olaylik. Uni har bir gapga urg'u berib, ovoz O'zi detsatda o'tirishadi-ku, so'z o'rgatadi. Qaysi gapga bunday qilding? Mana shunaqa narsalar o'ylaysizki, nega bunaqa narsa kelib chiqadi? Odatiy hayotda biz bunaqa gaplashmaymiz-ku deysizda, lekin mikrofonga oldida o'tirib qo'ysangiz bo'ldi. Hamma narsa oppoq listda o'tirasizda qoladi. Boshida shunaqa. Keyin o'rganib ketsa. Keyin qaysi personaj? Mashina bo'ldi-da, qo'y. Mashrab akam ket. Mash bersangiz bo'ldi. Agar personaj sal mana qarab bo'lsa, ajayda bo'lsa, sen nimaga unaqa qilyapsan, biz haqqa yuradiku bo'lib qoladi endi. Makaka. Saka. Maka. Endi buni ham o'rnida qo'llaymiz. Ta'kidlab o'tamiz, u oshib ketmaydi. Aytgancha, Sen Ismin degan anime chiqadi bizda va Makoto Shinkai. Bomba bo'ladi Makoto Shinkaining Sen Ismin animasi va bu animeda biz sal eksperiment qildik shevalar bilan. Ya'ni shunaqa joyi borki, sal syujetidan aytib beraman. Bu qishloqdagi qiz va shahardagi bola o'rtasida bo'ladigan qandaydir sarguzasht deylik. Ular o'rni bilan almashishni boshlashadi. Tushlarda, ya'ni tana almashishadi. Uxlashadi va tushlarda tana bilan almashishadi. Ya'ni bola
qiz bo'ladi, qiz bola bo'lib qoladi. Bolasini tanasida, bolasini hayoti bilan, u esa qizni hayoti bilan yashashga to'g'ri keladi ularga. Va birinchi bolani tanasiga kelganda qiz, u qishloqlik qiz-ku. Va biz sal mana shu joyini, shahar joyini boshqacha shevada qildik. Ya'ni sal ajralib turishsin deb, u bola, mana shu qiz, ya'ni qiz bolani tanasidagi qiz men, sen deb gapirsa, shaharlikda man, san deb, shunaqa faqat Toshkentlik ovoz berdi. Shunaqa qilib qo'ydik. Biz bu endi Toshkentliklar bunaqa demoqchi emasmiz, lekin shunaqa sheva qo'shishga ahd qildik. Eng qizig'i Va bitta joyi bor. U yerda keyin shunchaki shahar aylanib, ha deyshadi, keyin men desa, ha deyshadi bolalar. Nega bu shevada gapiryapti? Bu yaponchada ham bor narsa. Shevada gapiradi, keyin ular ha deyshadi, keyin yapon tilida ham dialekt bor o'zi. Ora boku desa ular deydi, ya'ni men deb man deganmiz biz. O'sha mana shu joyda man desa, keyin o'zingga kelding degandek. Момент o'tdi biza, чтобы ikkita lokatsiya, ikki xil payt, tем более ikki xil payt и ikki xil lokatsiyada o'g'il bola tomondagi o'rtoqlari, barcha ota-onasi, hammasi ular bizda shevada gapirishadi, ya'ni Toshkent shevada gapirishadi. Ya'ni o'g'lim, qalaysan? Qalaysan emasda, qalaysan? Senga ovqat tayyorlab qo'ydim. Senga ovqat tayyorlab qo'ydim, nima muzlatgich ochib yeb qo'yarsan. Mana shunaqa, естественно, естественно, shaharda biz qanday bilamiz oddiy gapirib shunaqa qildik. Уже lokatsiya уже qiz tomonga o'tganda o'tdigilar badiiy gapirishadi, ya'ni Menga o'xshab gapiradigan. Anima o'zi standart qanaqa berishadi dublyajda, adabiychada, xuddi shunaqa beradi. Shahar tomondagi bola esa, ya'ni uni do'stlari, masalan bola momenti bor. Bola qizi tanasiga o'tdi, qizi atrofidagi hamma adabiychada gapiradi, ya'ni men sen deb. Lekin qizi tanasi kelib qolgan-ku bola. Сознанияsi o'zini shaharcha tilda gapirganda, o'shaning uchun uni tanasi almashib qolganda ham, u o'zini shevasida davom ettiraveradi. Ya'ni bola qizi tanasiga kirganda ham man san deb uradi. Chunki bola u, lekin tanasi boshqacha. O'shanga juda ham katta ahamiyat berganmiz. Bu bundoq qarasa, shu paytgacha bo'lgan eksperimentlar ichida bunaqasini ko'rmaganman. Ya'ni shevani ishlatib ko'rish. Eng qizig'i originalda xuddi shunaqada. Ya'ni originalda ham har xil. Chunki kimdir Tokioda, kimdir anaqa shevasida gapiradi. Qattaydi o'sha. Короче, qaysidir ostrovda. Okinawa. Okinawa shahar-ku. Нет, это остров. Okinawa ostrovmidi? Orol. Kalla qo'ydim. Сейчас. Esda yo'q xullas. Shunaqa bo'ldi. Xullas shu, qaysidir orolda, ani bola Tokiolik. Bizda Tokioning shevasini tipa, va poytaxt, tim bo'lsa Toshkent bosamiz deydi. Qildik. Конечно, oxirgi rezultatni ko'rganimizdan keyin dedik. Xudo xolasa frame chiqadi. Mazah qilib ko'rsa. Qoniqarli emas. A'lo. Bemalol o'sha ozbishgani. Bemalol originali bilan sochsa bo'ladi. Unda vizitka qilib qo'ysak bo'ladi. Anime kirganda tepada birinchi o'rinda korona bilan turadi-ku, VIP frame vizitkasimi? Aynan anime studiyani, frame anime studiyasining vizitkasi. Uni ham montajini o'zim qilganda, svideniya qilgan. Men 28-yilda, 28, 29, 30, 31 o'sha 3 kunda, 29 dan boshlab 31 birinchi sanagacha yengil kechalari ham, yangi yil kecha payt o'tirgan kompyuterda. Montaj qilib, yangi yilni nishonlayotganimda kim nima qilyapti deb bir o'ylagandim. Bildimki, Umar montaj qilib ekan. O'sha va'da berib qo'ygandi bularga. Mana shu hozir yengil tugaydi, yengildan damdan chiqqanimizdan keyin ko'ramiz bular deganmiz-da. Olib bordim, ko'rdik, o'zim studiyaga kirib, kolonkalarda, professional kolonkalarda olib. Chap qo'lda Oliviya, o'ng qo'lda klaviatura. O'sha ko'rdik, hammaga yoqdi, hamma ta'sirlanib, mazza qilib ko'rishdi. Demak, men ta'sirlanmadim. Obuna, по-любому. Sizlar animeni просто o'zbekchada tasavvur qilishingiz, sizlar просто tvoyi imani, sening ismingni shuni olib, shunday qo'yish. Mana hozir nechta animelarni dublyaj qildinglar? Nechta animelarni bilmayman, lekin sonini sanab ko'rdim. Ya'ni qismlar bo'yicha sanab ko'rganimda 150 tadan oshgan. Qismlar. Ya'ni faqat qismlar. Eng bunchiga seriya ham kiradi. Yo'q. Seriya bu aynan qismlar, filmlar alohida 5 tami,
4tami 5tami film qilib bo'ldik. Bu avgust oyidan boshlangan. Avgust oyining oxiridan, sentyabrdan boshlansak desak bo'ladi. Bu 6 oycha vaqt mobaynida. Aynan juda katta qiyinchiliklar bilan, lekin shuncha qilishga muvaffaq bo'ldik. Ya'ni bilasizmi, biz birinchi oy edi. Faqat bitta anime qila oldik. Bitta anime bu 14 seriyali Charlotte serialini qilishga muvaffaq bo'ldik. Bu juda ham katta qiyinchilik edi, chunki aktyorlarimiz moslashmagan, biz ham shunday ishlashga moslashmaganmiz va bu bitta aktyorni yozishga 3-4 soat ketardi. O'sha payti men anaqada bulada ishlamayotdim. Bular o'zlari Men ham yo'q edim. Bizda yo'q deydi. Men tezlashib ketdi biz kelgandan Bizda keyin. yo'q deydi. Yo'q, tan oling. Egamberdiga ishonaman lekin. Ha, Umar kelganda ham emas. Men kelgandan keyin tezlashib ketdi. Yoz bu. Yo, sizga ham ishonaman. Ha, ishoninglar. Yo'q. Men noyabrda keldim. Biz rekord darajasida seriyalar qildik. Men kelganim tufayli-da. Mayli davom ettiring. Buyog'ini kesmayman, qilganimni kesmang. Ko'rsin hamma shu inson sal o'zidan ketayotganini. Montajda qo'shib yuboramiz. Ketib qolyapti. Shunday qilib, asta-sekinlik bilan ham sifatni, ham tezlikni oshirib shuncha qilishga muvaffaq bo'ldik. Xudo xohlasa. Va umid qilamizki, bu ham shift emas. Yana teparoq, Patolog sindirib o'tamiz. yana ko'proq qilishga harakat Patolog yo'q qilamiz. Va odamlarni ham qo'shyapmiz. Biz nafaqat o'zimizning komandamiz yoshlardan iboratda. Biz endi katta yoshli aktyorlarni taklif qilyapmiz va bu shunaqangi meni quvontiradi, chunki hozir Dr. Stone degan animeni qilyapmiz. Bu juda ham foydali anime, aynan ilm sifatidan. Ya'ni u yerda qanday fizika, ximiya, texnika hamma narsasi bor. Asosiy mavzu ilm-fan. Ilm-fan. Ensiklopediya bor-ku. Prosta o'shani anime versiyasi. Va juda ham maroqli. Ko'rganingizda bir zerikib qolmaysizda. Shu aynan animega bitta ixtirochi emas, mexanik. Doda bor-da. Ded Kaseki, ya'ni Doda Kaseki bor-da. O'sha dodaga u doda-da, prям soqolli doda-da. Bizda bolalarimiz bor. Qilishi mumkin. No, nima qilsa ham soxtalaydi-da. Bizga qo'limizga bitta zo'r потрясающий aktyor tushib qoldi. Olim aka. Ularni to'xta, ular katta yoshdagi insonlar keldilar, qani ovoz berib ko'ring dedi. Doda chol deyishtilyapti-da, ya'ni hech qanaqa yo'q. Prosta o'zlarining ovozlarda. Shunaqangi zo'r havasim keladi. Biz masalan gapirayotganda, tipa, yo'q qilamiz-da. Biz o'ynaymiz, ular o'ynashlari ham shart emas-da. O'zini ovozlari. Shunda o'zlari ovozlari shunda prosta personajga shunda kirib bo'ldi. Ular ham oldin op'atlari bo'lmagan ovoz berishdi. Ularni ham endi boshlayaptilar. Hozir qo'limda savollar bor edi. Animega taalluqli. Shunga topa olasizlarmi, topa olmaysizlarmi? Sinab ko'ramiz. Xo'p, birinchi savol. Jim turing siz. Men anime ko'rmagan bo'lsam, o'sha haqida bilaman. Jangovar robotlar faol ishtirok etadigan anime janri qanday nomlanadi? Mexa. Xo'p, o'zi bunda variantlar bor edi, 3 ta variant. Variantlar. Voy, so. Mayli, biz topolmaganimizda variantlarni so'raymiz. Ikkinchisi. Naruto anime janrida qaysi turiga kiradi? Shonen. To'g'ri. Paridumi. Ruschada Xvostfey animesidagi bosh qahramon Natsu qanotli mushukning ismi nima? Happy. Bilardim shuni. 5-savol. Tezroq, pajal. One Punch Man animesidagi Saitama shogirdining ismi nima? Genos. To'g'ri. Qaysi animeda bosh qahramonning tug'ishgan singlisi Iblis? Iblislar qotili-da. Klinok Raskashik Demonov. To'g'ri. Xayolim kelmabdi, qaysi boshqa animada o'yladim. Я думала, то, что изначально Iblis. Почему? Mana shu deb tushishgan-da. Inoki Hashibir to'ng'iz niqobi Inoski Hashibir to'ng'iz niqobi ostida nimani yashiradi? Chiroyli yuzini. O'zi bilmaydi chiroyli yuzi borligini. O'zi menda variant bor edi, ayolga o'xshash yuz.
ayolga o'xshash yuz ayolga o'xshaydi keyin rostdan sezonda ko'rasizlar. One Piece qahramoni Luffyning laqabi nima? Mugivara. Boshdan ayting. Mugivara. Xato. Somon shlyapa. Somon shlyapa. Sizni variantingizda poxol shlyapa bo'lishi mumkin. Yo'q, to'g'ri, somon Somon shlyapa. shlyapa. Bu nihoyat нормальный перевод. Постоянно One Piece bo'yicha gapirishganda-chi, poxol shlyapa. Yana U somon. ikkita variant bor edi. Chandiqli ko'z bilan qizil nimcha. Qizil nimcha? Qizil kiyib yuradi-ku. Qizil. Qaror. Pokemon animesidagi asosiy yovuz qahramonlarning ismlari nima? Oh my god. Oh. Вообще забыл. Men ularni Hozir yaxshi ko'raman. variantlarni- Aynan hozir variantlarni deb beraman. anaqasini. Jesse, James va Meowth. Ikkinchisi Millie, Michael va Meow. Нет. Uchinchisi Amy, Edward va Mao. Birinchisi Jessi, James va Meowth. To'g'ri. Anulami? Uchtami? Tokyo Ghoul animesidagi ghoul so'zi qanday ma'noni anglatadi? Odamxo'r. Odamxo'r. To'g'ri. Qanday axir qanday bu Do'stlik g'alaba qozondi. Sho'rim so'z. Ha. Shu. Kamera повтор ko'ramiz. Kelganinglar uchun kattakon rahmat. Rahmat. Sizga rahmat Xursand taklif bo'ldim. qilganingiz Taklif uchun. qilganingiz uchun juda rahmat. Va keyingi demak podkastlarda yana ko'rishib qolamiz, xudo xolasa. Albatta Frame'ga obuna bo'lamiz va Frame'ni kuzatamiz. Frame'ni animalarini ko'ringlar. Frame o'zini ham ko'ringlar. Lekin animaga javob beramiz. Frame'dan zo'ri yo'q. Boshqasidan iltimos, nima desam? Вырежьте это, пожалуйста. Cho'yin. Капец какой. Boshqatdan xayrlashamiz.